Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, yaxshimisizlar? Rossiyada yurganlar uchun yana xushxabar. Dollar kursi kichkina raqamlarda tushishni boshladi. 7-aprel tungi soat 1lar atrofi chita vaqti bilan 100 dollarimiz 8460 rublni ko'rsatyapti. Bu Markaziy bank ko'rsatkichlari. Rossiyadan turib O'zbekistonga dollar yubormoqchi bo'lganlar uchun ko'rib o'tamiz. 100 dollarimiz 8776 rublni ko'rsatyapti. Bu yaxshi ko'rsatkich deb o'ylayman. 1000 dollarni ham hisoblab ko'ramiz. Xo'sh, mana 1000 dollarni hisoblab ko'rdik. 87762 rublga jo'natishingiz mumkin. Rossiyadan turib O'zbekistonga dollar yuboruvchilar uchun yana bitta приложениямiz bor. Bu yerda ham 100 dollarni hisoblab ko'rdim. 8765 rublga 100 dollar jo'natishingiz mumkin. Bu yerda ham 1000 dollarni hisoblab ko'ramiz. Xo'sh, 1000 dollarni hisoblab ko'ryapmiz. 87650 rublni ko'rsatyapti. Zolotoy koronaga nisbatan 1000 dollarda pul jo'natadigan bo'lsangiz, kichkina raqamlardan arzon jo'natishingiz mumkin. Dollar va O'zbekiston so'mini hisoblab ko'ramiz. 100 dollarimiz 1,289,000 so'mni ko'rsatyapti. Bu Markaziy bank ko'rsatkichlari. Banklarda kichkina raqamlarda farqlar bo'lishi mumkin. Masalan, 100 dollar borib olaman desangiz, 1,299,000 so'mga 100 dollar olishingiz mumkin. 100 dollaringizni bankdan maydalataman desangiz, 1,291,000 so'mga maydalatishingiz mumkin. Ko'pchilikni qiziqtirgan savol, Rossiyada dollar kursi nima bo'ladi deganlar uchun may oyida yana kattagina tushishlar kuzatilyapti. Yangiligimiz shulardan iborat. Videoga like bosing.